19 yildan beri shunaqa Yasin o'qib qo'ying. Og'irlashib qoldilar deb olib ketishadi. Xoh reanimatsiyaga, xoh xonadonlarga. Shuni otlarda o'tirib jon berganlarni bilmay qolgan paytimiz bo'lgan. La ilaha illalloh etib jon berganlarni guvoh bo'lganmiz. Lekin oxirgi keldi. Shunaqa ko'p tez uchrayapti, shunaqa qiyin jon berishlik. O'sha ayollar o'zini tepaga otgan, baqirgan, dodlagan. Pijama kiydirib qo'yishgan ekan, ikkita qo'llarini pijama cho'nchagiga tiqalla olala. O'zlaridan hamma yoqqa urib tashlayaptilar. Bittasini og'zidan narsalar qaynab chiqadi. Maydim chiqib turinglar. Pardali bo'lsalar qiynalayotgandirlar. Odam tepalarda ko'payib ketdinglar, chiqinglar desam, bitta ayol chiqmayman deydi. Men qudaman deydi. Qizimga qilgan zulmlari uchun shu qudamma bir jon berishini bir tomosha qilgani keldim deydi. Voy astag'firulloh, chiqib turing, hali o'zimiz qanaqa jon beramiz. Tavbating deb chiqib turing desam, chiqmayman deydi. 11 yildan beri mana shundoq qildi qizimni deydi. Qizimni yegan kaltaklari, nohaq zulmlari. Mana ko'rdingizmi qanaqa jon beryaptilar deydi. Oyijonlar, bu o'lim bizni ham boshimizda bor. Bizni ham tepamizda o'sha quda turishi mumkin. Jigar, yaxshi ko'rgan, yomon ko'rganlarimiz, qo'ni-qo'shni o'shalarni oldida san chiqib tur, sani oldingda jon bera olmayman deya olmaymiz. O'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lamiz axir. O'sha fe'l yaxshi bo'lsa, puf etib jon berar ekan. Fe'limizni tuzataylik, oyijonlar. Keling, o'sha ahmoqcha keliningizni kechiring. Bolalar yetim bo'lmasin, borib olib keling. Kibrni yig'ishtiring, katta boshimni kichkina qilib boramanmi uyiga deb etmang. Boring, olib keling. O'sha ahmoqcha kelin qaynona bo'lganda tushunadi. Hozir sizga tushunmayotgandir. Keling poshsha, kechirim so'rang. Yarashing oyijoningiz bilan. Siz bilmaysiz deya oyijonni demang menga. Sirkda hayvonni ham o'rgatyapti. Qaynonangiz bitta odam, unga yaxshi gapiring. Uni silang orqalarini, mehr bering unga. Axir uni tuqqan, dunyoga keltirgan, tarbiyalagan o'g'li yaxshi-yu, onasi yomonmi? O'sha onaning bolasi-ku o'sha. Menga faqat roziligi demang. Mard erkak xotinidan rozi bo'lmaydi. Qachonki uni onasi behurmat qilinayotgan bo'lsa. Boring oyisidan kechirim so'rang. Turing o'rningizdan, gaplashmayotgan o'zingizga salom bering. Quchoqlang, yuzlaridan o'ping. Mendan o'tibdi o'sha kuni. Kechiring opajon deng. Mayli sizda mastir ayb. Mayli. Lekin inson bu dunyoga bir qo'lida qalam, bir qo'lida o'chirg'ich bilan kelish kerak ekan. Keling, kechirib vara qoling. Shu yuragimizdagi o'sha eshitgan yomon so'zlarimizni o'chirib tashlaylik. Toza qalb bilan borib kechirim so'rang. Chunki o'lim bor deb boshimizda. Qanday jon beramiz? La ilaha illalloh bilan jon berdilar. Bilolmay ham qoldik yonlarda o'tirib degan gap boshqa-yu, voy san ko'rmading deb qanaqa jon berganlarni deb og'izma-og'iz etib yurish boshqa. Kelinglar, o'sha hammani oldida sharmanda bo'lmaslik uchun. Keling, fe'limizni yaxshi qilaylik, jon onajonlar, hoji-onalar, singillarim, opalarim. Shu tinchlik saqlab, har bir xonadonda tinchlik bo'lsa, hudud tinch bo'ladi, mahalla tinch bo'ladi, jamiyat tinch bo'ladi. Shunda ham siqilib ketdik, yaxshi odamlarimizni kunda vafot etganini eshitib, oila yo'q bo'lib qolyapti. Er-xotin o'lib qolishdi, ikkita kelin o'ldi, ikkita o'g'il o'ldi. Eshigiga qulf tushdi. Oila yo'q bo'lib ketyapti bu kasallikdan. To'g'ri, uni sabab deymiz. Allohning amri deymiz. Lekin shundoq bir og'ir vaziyatda ajrimlarga yo'l qo'ymaylik. Shundoq bir og'ir vaziyat, hozir odamlarning ko'yniga hech narsa sig'mayapti.
Faqat shu ertalab munavvar tong otganiga istimasiz, yengil nafas bilan otganiga xursand bo'lib turibdi. Ko'yniga bir joyi ta'mirlash, bir yangi uy solish sig'mayotibdi. Ketma-ket jigarlardan, yaqinlardan judo bo'lib qolyapti. Iyul oyida rosa o'lim ko'p bo'ldi. Siz balkim uyda o'tirarsiz, biz har kuni janozadamiz. Har kuni o'lim ko'ramiz, o'limdan ibrat olishimiz kerak. Bu vabo, bu o'lat yosh jins tanlayotgani yo'q. Bu 1000 yilda kelar ekan. Bu vabo. Bu biologik urush. Shu paytda endi bir-birimizga qattiq gapirsak, shu paytda ham g'animat bo'lib qolgan bir paytda bir-birimizga mehr bera olmasak, bir-birimizni quchoqlab, yaxshi ham sen borsan, yaxshi ham siz borsiz deb gapira olmasak, baxtimga sog' bo'ling, mani baxtimga sen sog' bo'lgin degan gapni bir-birimizga ayta olmasak, qanday odam bo'ldik, qanday ummat bo'ldik Rasulullohga? Rabzaga qaysi yuz bilan bormoqchimiz? Hajlarni, umralarni niyat qilib o'tiribsizlar. Qaysi yuz bilan kiramiz ummat bo'lib Rasululloh ravzalariga? Agar fe'limiz go'zal bo'lmasa, biz munosib ummatmizmi u zotga? Shuning uchun bir ozgina o'ylab ko'ringlar. Tavba qilinglar. Istig'for ko'p etinglar, oyijonlar. Fe'limizni Alloh o'zi islom bilan isloh qilsin. Oilada tinch bo'lsin. Oilada janjal chiqarmanglar. Bu ayol kishiga juda ham bog'liq. Ayollarning qo'lida ekan. Yurib bizni yurtda. Kunda ajrimdamiz. Menga 3 ta mahalla qaragandan tashqari boshqa tumanlardagi mahalladan ham murojaat qilishyapti. O'sha erkaklar oyim bilan xotinimni yarashtirib qo'ying yoki meni o'zimni oilam bilan shunaqa bir jar yoqasiga kelib qoldik. Bir ozgina maslahat bering ayolimga deb. Nahotki shirin gapira olmasak? Axir ovqati vaqtida bo'lsa, yoki kiyimlari o'z vaqtida toza bo'lsa, uylari toza bo'lsa, menimcha urush janjal chiqmasa kerak. O'sha boriga qanoat qilib o'tirsa, menimcha urush janjal chiqmasa kerak. Pampers olib kelib bermasa, "Sen ham erkakmisan" deb uni shaxsiyatiga tegish, hamiyatiga tegish, bu tilga juda erk berib borib biza qizlar. Onalarga ham hayronman. Onalar etsa bo'lmaydimi? Shu erkak 2 million quruq oylik oladi. Shuni oilasiga, onasini boqishi uchun ishlatsin. Bolam 20 metr marlini 1 metrdan qilib har yarim soatda o'zgartirib tur. Yolg'on dekasim qishlaku Toshkentda. Batareyaga qo'y marlini bir pasda quriydi. Axir 10 mingni ham axlatga tashiysanmi? 5 ta pampers ketadi bir kunda. 10 mingni kim axlatga tashayapti? Ya'ni unga siz 2 kilo unni yoki guruchni shunga keladigan, bitta butilka yog'ni yoki o'sha 2 kilo shakarni axlatga tashavorasizmi? 10 mingga shu narsalar keladi, axir nechta bo'lka non keladi masalan. Nechta yopgan non keladi. Siz o'sha 5 ta yopgan nonni axlatga tashayapsiz. Bir oyda 300 ming pul u. Aziz kelin poshshalar, pulli uvolini bilinglar ozgina. Men pampersi yopishtirib qo'yib, uyquni urgan kelinni ona demayman. Sizlar enagasizlar. Enaga shunaqa tegini quruvlikda ovqatini beradi. Tarbiya bermasanglar, erta et bermasanglar, alla etib uxlatmasanglar, har kuni u qatdan kelyapti, kim bilan o'ynayapti? Eynilari iplas bo'lib kirib keladi 5 yosh bola. Qatta o'ynadi, o'rtog'i kim? Ko'chaga bolani chiqarib yorib uy ko'tarmang. Bola bilan ish qiling. Mana buni olib bor, mana buni olib kel, lattani ho'llab kel, supurgini olib kel deb o'sha mehnatga o'rgating. Bolalarni ko'chaga chiqarib olib uy tozalashar ekan. Kim bilan o'ynayapti, qayerda yuribdi? Keyin Telegramda yig'lab yozasizlar, bolam yo'q qolib qoldi deb. Bola bizga omonat. Omonat. Ularga chiroyli tarbiya berishimiz kerak. Hamma bola islom fitratida tug'iladi. La ilaha illalloh deb yuragida yozilgan,
Bu bolalarni, bu iymon kalimasini bog' qilish, chaman qilish onalarning qo'lida. Allohni tanitish, rasuliga muhabbat uyg'otish, harom haloli farqlatish, savob gunohi bildirish, jannat va do'zax borligiga iymon keltirtirish onalarning vazifasi. Zerikib ketdim, ishga tushaman deb to'polon qiladilar. Nemis olimi Goethe aytadi. Bolalari bo'la turib zerikkan ayol nafratga loyiqdir deydi. Nafratlanish kerak. O'sha bolalari bo'lib turib zerikib ketgan ayoldan nafratlanaman. Chunki bola loy. Siz kulolsiz. Undan qanday narsa yasaysiz? U bilan shug'ullanmasangiz, faqat ovqatini berib uxlatib qo'yasizmi? Savoliga javob bera olmasangiz, u bolalar bilan ishlamasangiz. Bolalar bilan ishlaymiz, bolalardan aql o'rganamiz hattoki. Men bir marta bolalarimga savol berdim. U paytda maktabda ishlardim. Yolg'onni tinchlik saqlash uchun ishlatgan paytingiz bo'lganmi deb. 10 yosh bolaga. Yolg'on gap nimaligini bilasizmi o'zi? Yolg'onni tinchlik uchun ishlatganmisiz degan savolga ertaga javob olaman deb uy vazifa bersam, faqat ota-onalarga aytmasdan o'zingizlar yozinglar deganman. Men ertasi kuni 38 daftari xo'jayinimga o'qib berib yig'laganmiz biz er-xotin. Bolalarni ichidan chiqayotgan bu yolg'on va uni qay sharoitda kimga ishlatganini o'qib yig'laganmiz. Bolalarning yuragida dard ko'p ekan. Onalar gaplashmas ekan bolalari bilan. Keyin mana shunaqa 16 yosh bola uylanib oladi, keyin bilib qolishadi. Allohning oldida javob beramiz. Bu bolalarga shunaqa to'g'ri yo'lni ko'rsatmagan bo'lsak, halol haromni farqlatmagan bo'lsak, javob beramiz onajonlar. Shuning uchun tavba qilaylik. Bu balo yurtimizdan ketsin, daf bo'lsin. Har doim g'arbga intildik o'zi. Yevropeyskiy ro'mol, yevropeyskiy remont, yevrostil, yirtib shimlarni kiyib, sochlarni yoyib yurib, g'arbdan baloni o'zimiz so'rab oldik. Onalarimiz milliy uslubda uylarni yasatib ketishgan edi. Paleylar, popop tikilgan gulko'rpalar, xush kelibsiz degan yozuvlar, remontsiz, suvoqlari ko'chib ketgan bir somon suvali uylarni onalarimiz duxobalar bilan yopib, gajimlarni tutib, mana qizim, uyingni qara, chiroyliligini, iloyim baxtli bo'lgan shu yerda deb tashab ketishgan. Agar o'sha pechkalarni usti bilan yopilgan duxobalarni yetsangiz, xaroba uy o'sha. O'sha paytda qaynota kelin kelyapti-yu deb remont qilishmagan ekan. Biz hozir qo'rqamiz kelmagan kelindan. Uylarni remont qilamiz, oshxonaga boshqa mebel olamiz va kelin kelib sharmanda bo'lmaylik, uyat qilmasin deb go'shti ketini uzmaymiz, saryoni ketini uzmaymiz, kelindan qo'rqamiz. O'zimiz o'tirmagan mashinalarni kelinga jo'natamiz. O'zimiz o'tirmagan mashinalarni qovunday navaramizga qayta jo'natamiz raddomga. Lekin shunda ham kelinlarni qo'li belida. Lekin shunda ham qaynanaga gap qaytarishadi. Unda o'ylab ko'rsin, bu qaynana o'zi o'tirganmi o'sha mashinalarda? Onalarimiz dono bo'lishgan ekanda. O'shanga ko'nib, o'sha issiq suv yo'q, sharoit yo'q uylarda 4 ta, 5 ta, 10 ta, 13 ta bolali bo'lib, hammasini o'qitib, hammasini bir chiroyli sabr bilan, boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilib yashashgan onalarimiz jannat. Alifni tanimagandir, umra hajiga bormagandir, Turkiya, Dubay ko'rmagandir, hovlin tepasida osmonni ko'rdi, osmon shunaqa bo'lar ekan deb qarab o'tirgan. Yer shunaqa bo'lar ekan deb hovlisida yerni ko'rgan, bo'ldi, boshqa joyga chiqmagan, ostona xatlamagan, gap o'ynamagan onalarimiz. Ro'mol doim orqada bo'lgan. Kecha suv boshida oq doka marlidan ro'mollari bo'lgan. Adamizni boshida to'qilgan 4 to'pi bilan uxlardilar odamlar. O'sha to'plar hozir menda masalan.
Lekin boshilang kirishmagan hojatxonaga, boshilang kirishmagan oshxonaga. Hozir ko'chaga 3 metr sharf o'rab olib, hojatxonada boshilang, oshxonada boshilang kelinlarni ko'ramiz. Shu yaxshimi shu ishlarimiz? Faqat o'randik bo'ldimi? Erga tikka gap qaytarsak, qaynanaga gap qaytarsak. Kecha bitta ayol yig'layaptilar. Bitta emas, 4 ta ayol. Bular boshida oyjondirgan. Keyin oy bo'ldik. Keyin ana buvingga et bo'ldik. Keyin ana xotin bo'ldik deydilar. Voy. Ana xotin deyshadimi sizlarni kelinlatsam, ha? Meni ham, mana buni ham kelini ana xotinga et choyga kelsin deb bolasiga etadi deydilar. Boshida oyjon ekan, keyin oyi ekan, keyin ana buving chaqir ekan, endi undan ham pasrog'i buvini ham etishga tili bormayapti. Keyin mushti ana xotinga et choyga kelsin, ana xotinga et ovqatini yeb olsin derkan bolalariga. Ana tarbiya. Ketma-ket 4 ta 5 ta o'tirgan ayollar meni ham keldim, meni ana xotin deb aytadi deyishyapti. Voy, yomon bo'lib qoldimmi? Shunaqa ham odobsiz qizlarni o'stiramizmi? Hurmat yo'q. Tag'in bular hammasini kelinlar o'rangan ekan. Mashindan xafa bo'lib ketamiz deydilar. Hamma o'ranganga minus-da bu. Hamma yaxshi soliha muslimalarga dog'-da bu. O'sha o'ranib turib, namoz o'qib turib, qaynanani ana xotin deb bolalarga tanishtirsa. Juda ham xafa bo'lib ketamiz-da. O'sha sakaratul mavt ahvolida hammaga sharmanda bo'lmaylik oyijonlar. Onalarimizdek jannati bo'laylik. Onalarimiz qaynanasini qovog'iga qaragan. Qaynatani otasini otasi bo'lgan. Bir uyda necha jon? 30 jon, 32 jon. 30 ta peli, 30 ta qoshiq, 30 ta kosani uch mahal yusin hozirgi kelinlar meni milliy taomlarga uzatdingizmi oyi deb yig'lab keladi, yashamayman deb. O'zi 15 kunda bitta keladigan qizlarni chiqishtirishmaydi ba'zi bir joylarda. Lekin onalarimiz shuncha idish tovoni yuvishgan ekan. O'sha tog'oralarda issiq suvlarni qilib, bunaqa gella emas, chayna suvda solib. O'sha chayna suvda yaxshi qayting idish tovoq yuvishga. Hozirgi gelladan ko'ra. Onalarimizdagi sabr toqat yo'q hech qaysimizda. 10 marta hajga boraylik. 10 marta xatmi Qur'on qiling. O'sha rahmatli jannatda onalarimizdagi sabr yo'q. Bolani o'qishidan o'zi xabar olgan, o'zi darsini qildirgan, repetitor degan narsa yo'q edi. Biz hammamiz olimatmotlimiz, hammamiz institutlarni bitirganmiz, hammamiz a'lochi bo'lganmiz biz. Lekin hozir kelinlik olib kelishadi bolalarni ikkalovi ikkichi. Chunki shunaqa maktabni 3 ga bitirgan qizni kelin qilib olganmiz. O'sha gen orqali, qon orqali o'tadi o'sha narsa. Sovchilik uyga borib faqat shkolatini tekshirasizlarmi, rasiyskimi, qurtlaganmi, boshqami uy joyiga qaraysizlar. Adasini martabasini surishtirasizlar. Bu qiz maktabda nechiga o'qigan? Kollejni nechiga o'qigan? Olib chiqing attestatini deb so'raganmisiz sovchilikka borganingizda? Erini pulini zavoli bo'lib har kuni repetitorga pul oladi. Dars qildirishni bilmaydi o'sha boshlang'ichga. Mayli men algebra, geometriyani demayapman. Boshlang'ichi darsini qildira olmagan onami. Sabr yo'q. Bolalarga dars qildirib o'tiraman. Feruza ustozi, o'zingiz dars qildiring, oyim uralla deydi. Agar o'shani men uray, meni qamat boradi o'sha ona. Va oyim urallamadi. Xunu yozib qo'ysam, shunaqa yomon urib tashlaylar onajonim deydi. Tavba. Shuning uchun ozgina tafakkur qilaylik, o'ylaylik. Xatolarimiz o'zimizga ayon. Kimni xafa qilib qo'ygan bo'lsam kechirim so'rayman.
dodalardan, qaynotalardan, otalardan, onalardan, hoji onalardan, kelin poshalarimdan, qizlarim, singillarimdan kechirim so'rayman. Har kuni shunaqa vaziyatda bo'layotganimiz uchun bu 3,5 mingtadan oshiq xatdagi endi bu iztiroblarni o'qiyverib juda ham ezilib ketyapman deyman. Juda ham o'zimga olarkanman, yuragim sinchib qolyapti. Bu xatlardagi voqealarni o'qib, xonadondagi mojarolarni o'qib juda ham siqilib ketyapman. Endi menga yozmang, hayotingizni menga yozmang. Fatvo ham so'ramang, fatvo bo'limidan so'ranglar deb javob beradigan bo'ldim. Endi chunki umuman vaqtim yo'q ularga javob berishga. Endi o'qib ko'tara olmayman endi ularni bu hayotlarini o'qishga ham endi sabrim ham kuchim ham yetmayapti endi. Chunki darrov siqilib qolaman-da, bu juda ham og'ir uydagi sharoitlarni yozishadi. Men hayron qolaman, o'zbek bo'lib turib, ibodatda bo'lib turib, shunaqa ayolidan noshariy ishlarni talab qilishi erkaklarni. Hayvon emas-ku bu. Ajrimlarni bitta sababi shu. Mana yana shu gapim cho'zilib qoldi. Uzr, ming bor uzr. O'sha o'zini ayolidan noshariy ishlarni talab qilib qoniqtirish, bu kechirasizlar erkaklar. Ayolingiz fohisha bo'lmasa, u o'zingizni xasmi halolingiz bo'lsa, bolalaringizni onasi bo'lsa, o'shaning uchun ming bor uzr. Buni uyatga yo'ymang. Chunki xatlarning aksariyati mashi to'g'risida. Hammaliga uzoq umr, tan sog'lik, shunaqa Rabiul avval oylarini ko'pini birgalikda kutib yurish Alloh hammamizga nasib etsin. Ravzalarga, uzotni oldilar.